Ha, xola, qayerga ketyapsizlar? Bozorga bo'lajak kelinimni bir kiyintirib kelay. Qo'lim ochiq. Saxiy xotinman. Kelin nimani o'shasa o'shani olib beraman deb niyat qilganman. Mana sochiqlar yaxshi ekanda, salfetkalar. Voy, ishonmaysiz, xudo o'tgan yili to'y qilganimda 10 metr sirp olib o'tirishtiribdi. 35 ga 35 qilib qirqib o'zim qo'lda tikib beraman. Bir yaxshi. Dog'ini ham oladi, yog'ni ham oladi. Yuring. Ojon, qanday chiroyli turibdi. Bittagina olib bering. Hozir hamma kelinlar kiyyapti, moda bu. Hamma qilgan ishni siz qilmaysiz. Chunki siz meni kelinimsiz. Ya'ni keyin mana yaltir yultir sizga umuman yarashmagan. Xuddi basharangiz maymunda ketiga o'xshab qolgan. Bo'lmaydi. Xola qarang, qanday yarashgan. Oppoq shunday muammo. Yarashganmi qarang, ha? Qursin, lekin bir bumag'ur tovar bu. Bir kuya tushsa, hamma joyini yeb qo'yadi. Bu bir yil ham kiyinmaysiz, kelinjon. Bu qarang, qaynonasi chiroyli. O'zi betiyu uyatsiz qiz ekansiz. Menga ham ko'rsatasizmi shunaqa narsani? Xo'p, menga qarang, o'ylay, agar shu narsa to'ydan keyin umuman kerak bo'lmaydi. Ha, kerakmas. Voy, yanga qanaqa chiroyli. Akasi shuni olib yursin. Orkestr emas, ansambl deng. O'ylay, nima barabar o'dapaga o'xshabdi, ha? Bo'lmaydi bular, yeching, bular qimmat, aylanay, ha. Men bilaman-ku. Bir ikki kiyasiz, boshqa kiymaysiz. Qo'ying, har baloga osilavermang. Bir nafsingiz ochakanda kelin bo'lmay keting, Yanga, onam sizni shu strida menga qo'shib jo'natganda bitta paypoq ham oldirolmayapsiz-ku.